Ben Zubayr, 14 yoshdaman. Qayerdan keldingiz? Toshkentda. Iqrorali bu dastur Umul Qur'oni akademiyasida o'qasiz. 2 hafta ichida darsi bo'ldi. Bizlarni aylantirishga olib borishdi ko'p joylarga. O'zbek odam bilan o'rgansangiz, o'zbekcha savollar bera olasizda. U arab bilan o'tsangiz, arab bilan o'qisangiz, arabcha javob berishingiz kerak. Qiynalib, shunaqa qilib ham endi o'rganasizda shu. Shu o'qiganimda bitta joylarni, qaysidir joylarni oxirigacha o'tmay qolgan bo'lganman. Yani pol tushunmaganman-a. Hozir endi o'sha 100% polmiz. Hamma temalarni darsi zo'r tushunadi. Bilmagan odam ustoz baribir qo'llari bilan ko'rsatib, tushunmagan odam ham tushunadi. Ustoz zo'r kulib gaplashadi. Shunaqa. Kim tavsiya qildi o'zi? Kim olib keldi sizni? Opam olib keldi. Opangizmi? O'zim rosa qidirib yurgandim. O'zi endi shu arab tilini o'rganaman deb ko'rib qolib, Instagramdan sizni ko'rib qoldim. Sizlarni ko'rib qoldim. Shu oyimga aytdim, oyim bo'ldi borasan deb, xo'p deb so'radi. Sizlar bilan gaplashib bordik, konsultatsiya qildik. O'shanda menga yoqib bordi. Borayotganda bitta o'rtog'im u ishonch bo'lmadi, keyin men o'zim boraman, yaxshi o'zi keyingi oy kelasan desam, xo'p deb shu keyingi oyga yaqinda inshaalloh keladi. Unga tashladingizmi Imon videoni? Mana ko'rasanmi deb alami keldi keyin. Muzeyga kirmaganman, muzeyda chiroyli bu payg'ambarimiz haqlarida aytib berishdi. Ko'p narsa haqida aytib berishdi, urushlar haqida, shu Toifda urushlar haqida. Zo'r ekan, kelinglar. Nimasi zo'r ekan o'zi? 2 3 ta aniq narsani aytib bera olasizmi? Ustozlar dars zo'r o'tadi. Tushunmay qolsanglar, baribir kelib tushuntira olinglar. Anaqa tushunmadingmi deb gapirmaydi. Ikkinchisi aylantirishlarga borishadi ko'p joyga. Uchinchisi shu haramga 24 ga 7 avtobusi bor. Ovqatlar yaxshi, hamma narsa. Xonalar zo'r.